Dengizdagi eng yirik mavjudotlar, ya'ni kitlar, ular halok bo'lgandan so'ng nima bo'lishini bilasizmi? Kitning halok bo'lishi dengiz ekotizimida muhim ta'sir ko'rsatadi. Kit o'lgandan so'ng uning jasadi dengiz tubiga cho'kadi. Bu esa ozuqa zanjirini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Kitning jasadi bir necha bosqichlarda parchalanadi. Dastlab yirik yirtqichlar, masalan, akula va baliqlar kitni yeb ozuqa olishadi. Keyinchalik kitning qoldiqlari mikroorganizmlar va bakteriyalar tomonidan parchalanadi. Bu jarayon davomida kitning tanasidan azot, uglerod va boshqa muhim moddalar chiqarilib, ularni planktonlar va boshqa hayvonlar iste'mol qilishadi. Bu moddalar dengizda ozuqa zanjirining davomiyligini ta'minlaydi va yangi hayot paydo bo'lishiga yordam beradi. Shuningdek, kit jasadi chuqur dengizga cho'kib, yangi ekotizimni yaratadi. Dengiz tubida yashovchi mayda organizmlar, qisqichbaqalar va boshqa turli hayvonlar kitning skeletidan ozuqa oladi. Bu jarayon ekologik tizimni boyitib, dengiz hayotining turli qismlarini qo'llab-quvvatlaydi. Demak, kitning o'limi dengiz ekotizimi uchun faqatgina yo'qotish emas, balki yangi hayotning boshlanishi va ekologik barqarorlikni ta'minlashi hisoblanadi. Bu tabiiy jarayon orqali azot va uglerodning aylanishi yangi ekotizimlarning shakllanishiga va dengizda hayotning davomiyligini ta'minlashda yordam beradi.